Chingizxon Jaloliddin ustiga Shiki Xutxu boshchiligida 60 ming qo'shin yubordi. Lekin Jaloliddin 120 mingdan ortiq lashkar yig'di. Qanolilar, Xalajlar, turklar va musulmon jangchilari birlashdi. O'ng qanotga qaynotasi Amin al-Mulk boshchilik qildi. Chap qanotga esa Xalaj lashkari sardori Sayfuddin Ag'roq edi. Kechasi mo'g'ullar hiyla ishlatdi. Arava va tuyalarga chopon kiyintirib, soxta lashkar yasashdi. Lekin Jaloliddin qo'rquvini yengdi, qo'liga qilich olib lashkariga dalda berdi. Ertasi kuni u umumiy hujum buyurdi. Uning jasorati tufayli mo'g'ullar mag'lub bo'ldi. Shiki Xutxu ozgina qo'shin bilan zo'rg'a qutulib qochdi. Bu mo'g'ullarning eng katta mag'lubiyati edi. Lekin g'alaba Jaloliddin uchun og'ir sinovga aylandi. Sardorlar o'ja ustida janjallasha boshlashdi. Va shu tufayli Jaloliddindan yuz o'kirib chiqib ketishdi. Onida faqat Amin al-Mulk va Qanolilar qoldi. Arvon jangi og'ir bo'ldi, lekin